Avtomobil o'zi salon bahosi 425 million so'm ekan. Kia Seltos avtomobili 2024-yilda ishlab chiqarilgan. Sizlar bilan bir qator ko'rib chiqamiz avtomobilimizni. Demak, hozir salonda sotuvda yo'q, lekin ana Qo'shib avtomarketda sotuvda mavjud. 22 ming kilometr yurib turibdi mashina. Benzinda Kia Seltos eng full pozitsiyasi. Bundan aranda fulli yo'q. Shu markani Belgiya Zemchuksuet 2024-yilda ishlab chiqarilgan. Salon bahosi 425 million so'm hisoblanadi. Endi qilingan ishlarini bir qator ko'rsatib o'tamiz. Demak, krel, kapot, polni bron bo'lgan, bronoplyonka urilgan. O'zi buni krishalari, stoykalari hamma yeri Belgiya Zemchuksuet bo'ladi ekan. Buni ustuna qimmat bron qora svet laminatasi turib, ustidan bron urilgan. Eldini son sazashtalar ham bor. Berinda yana tonirovkalar urilgan. Parok qo'yilgan. Keyin o'zini diskasi sal bunga qaraganda kichkinaroq bo'ladi ekan, kattaroq diska qo'yilgan, lekin o'zini rodnoy diska balonini qo'shib buni olib qolib, o'zini rodnoy diska balonini qo'yib beradi ekan. Egalari shunday aytdi. Egadan gap turibdi mashina, shuning uchun sizlarga shu narsani tushuntirib turibmiz. Endi qistan men ko'rsat. Ichlari dumzo'r, akkuratni, kenglik jihatdan ham normalni, kichkina ham emas, katta ham emas, o'rtacha. Demak, ichida o'tirgandan hazat o'tirasizlar. Abduf помнда. Вариант, который мне удалось найти, BB. Podogref sideniya ekan, Abduf yo'q ekan. Podogreflar ishlab turibdi. Demak, yana funksiyalari ekonormal sport rejimlar mavjud. Avtomobilda avtomat коробка, ручной elektronniy, auto hold. Ishqil buzda har xil etaplarda yurib beradi mashina. Yana patolog dizayni, kichkina obishni lyuki bor. Koja salon bo'ladi. Barlar ham udobniy, dimzo'r. Beyanlari, monitorlari o'zi Kia'larni monitorini. O'zi Kia zo'r. Gap bo'lishi mumkin emas. Orqasini ko'ramiz. Kenglik jihatdan orqasi ham zo'r. Endi yaxshilab ko'rsat, eshikda podogref eshikda joylashgan podogref tugmasi. Orqasidan ya'ni podogref sideniya mavjud. Eshiklar laminatsiya bo'lgan. Laminatsiya ishlari qilingan. Paroklari bor. Endi yana zapaskalar hali ishlatilmagan, top-toza turibdi. Bellarni ham e'tibor berasizlar. Polni qaraytirilib, chiroyli bo'lib, dizaynlari tuzilib turibdi. Vidina gap yo'q, zo'r. Kia Seltos avtomobili. 2lik atmosferli motor bo'ladi. Rasxoti 7-8 litr yeydi. Ko'rib olasizlar, hamma nasib etsin deb qolamiz. Narxi yurtdoshlar 355 million so'm Qo'shib avtomarketda sotuvda turadi. O'zi salonda 425 million so'mlik varianti 355 million so'mga sotuvga qo'yildi. Kelib ko'ringlar, ma'qul keladigan bo'lsa, Qo'shib avtomarketdan akitishlaringiz mumkin. Like va podpiska bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yasizlar. Shuni mashinalarni sizlarga ko'rsatib boramiz. Rahmat, sog' bo'lasizlar.